Assalomu alaykum barchaga, qadrli Instagram ahli va dehqonlar. Rio Grande pomidor urug'i V961 germansk urug' sinovdan o'tgan, sinab ko'rganmiz. Ekadiganlar mana shundan ekini. Pomidorini o'zim sotib olaman. Birlashgan Varashilov dehqonlari sizlar uchun. Ishoning, zeriktiradi. Uzerib zerikib ketasizlar. Sinovdan 100% o'tgan. Amerikanskisini ham ekkanmiz, italyanskini ham ekkanmiz. Hop, germanskini ekuvdik, germanskiga to'xtadik. Mana bu yil ham germanski oldik. Hop, yili eskisini olmayni. Bu 2024-yil ishlab chiqarilgan. Bozorda 2020-yilda ishlab chiqarilgani ham ko'p ekan. Iloji boricha yili yangisini olinglar. Rio Grande pomidor urug'i.